Salam Premium Cola. Tanlangan Salam Premium Cola. Salom ben Timur. Formula 1 bu shunchaki oddiy poyga emas. Bu injeneriya, ilm-fan va odamlarning aqliy va jismoniy salohiyatining kombinatsiyasi. Formula 1 bolidlari xuddi kosmik kemalar yaratilayotgandek ehtiyotkorlik va aniqlik bilan yaratiladi. Chunki hattoki bitta kichik xato bolidning ichida o'tirgan pilotni narigi dunyoga yuborishi mumkin. Bu poygalar bir vaqtning o'zida ham shou, ham sport va biznes. Har bitta poygada millisekundlar, millionlab dollarlar va millionlab kuzatuvchilar hisobga olingan. Bugungi video yanada ham qiziqarliroq bo'lishi uchun YouTube'da bilasizlar, kollaboratsiya knopkasi paydo bo'ldi, funksiyasi paydo bo'ldi. Timur Hatamov bilan birgalikda ushbu mavzuni olib boradigan bo'ldik. Kollaboratsiya formatida bu bizning birinchi videomiz. Timur kollaboratsiyani qabul qiladi, lekin video Texnoplov kanalida joylashgan. Lekin Timur qabul qilgani uchun uning auditoriyasi ham bu videoni ko'ra oladi. Sabr bilan birgalikda bizdan yanada mana shunday videolarni kutayotgan bo'lsangiz, to ushbu video ostida o'z aktivingizni ko'rsatib keting. Chunki faqatgina bu narsa bizni keyingi kollaboratsiyalarimizni chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Bugungi videoda siz quyidagilarni bilib olasiz. Nega Formula 1 poygalari umuman olib qaraganda o'zi o'tkaziladi? Nima sababdan bu poygalar atrofida milliardlab dollarlar aylanmoqda? Nega oddiy odam Formula 1 bolidini hayday olmaydi? Nima uchun bolidlarning g'ildiraklarida protektorlar yo'q? Nega u yerdagi pilotlar aynan bo'yin mashqlarini qilishadi? Bolidlarning ostiga nega taxta o'rnatiladi? Formula 1 bolidi o'zi umuman qanday ishlaydi? Va umuman Formula 1 haqida siz hali bilmagan narsalarni bugungi videoda siz bilib olasiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Timur Boss. Bugun sizlarga tarix darsini o'tish niyatimiz yo'q, lekin ozroq tarixga nazar solmasak bo'lmaydi. Chunki bu soha juda ham katta transformatsiyaga uchragan. Nega deysizmi? Chunki biz mana bundan boshlab mana bungacha yetib keldik. Formula 1 ning tarixi 20-asrlarga borib taqaladi. 1900-yillarda Yevropada turli xil avtopoygalar o'tkazilgan, lekin ularning har biri o'z qoidalari bo'yicha tashkil etilgan. Buning natijasida poygalardagi mashinalar ham, tizim ham har xil bo'lib ketgan. Shuning uchun 1946-yilda Federation Internationale de Automobile, ya'ni Xalqaro avtomobil federatsiyasi barcha poygalar uchun yagona formula, ya'ni texnik va sport qoidalarini yaratgan. Shu tarzda Formula 1 nomi kelib chiqqan. Bir oliy toifani anglatadi. Birinchi rasmiy Formula 1 musobaqasi esa 1950-yilning 13-may kuni Angliyadagi Silverstone trassasida bo'lib o'tgan. Bu musobaqada turli Yevropa jamoalari ishtirok etgan. G'olib bo'lgan pilot esa italiyalik Giuseppe Farina bo'lgan. U Alfa Romeo bolidining piloti bo'lgan. 1950-yildan 1960-yilgacha Italyan hukmdorligi bo'lgan. Bu davrda italiyalik jamoalar, ya'ni Alfa Romeo, Ferrari va Maserati ustunlik qilgan. Enzo Ferrari o'z jamoasini 1947-yilda tashkil etgan va qisqa vaqt ichida Formula 1 ning asosiy raqobatchisiga aylangan. Shu davrda Juan Manuel Fangio nomli argentinalik pilot Formula 1 ning haqiqiy afsonasiga aylangan. U 1950-1958-yillar orasida 5 marta jahon chempioni bo'lgan va uning bu rekordi faqat 2003-yiliga kelib Mixael Schumacher tomonidan yangilangan. Ana Formula 1 ning qisqacha tarixini ham bilib oldik. Timurga rahmat. Endi Formula 1 qanaqa ishlashini masalaga tushuntirib beraman. Formula 1 ni umuman tushunmaydigan odam bu musobaqani shunchaki mashinalar orasidagi poyga deb o'ylashi mumkin. Lekin eng qiziq joyi shundaki, Formula 1 bu bitta paytning o'zida ikkita musobaqa. Birinchisi bu pilotlar orasidagi poyga, ikkinchisi bu konstruktorlar orasidagi musobaqa. Masalan, agarda poygachilar kim tezroq finishga yetib borishi bo'yicha musobaqalashsa, konstruktorlar
bir-birini orasida kim eng zo'r bolidni va eng zo'r texnologiyalarni ishlab chiqishi bo'yicha raqobatlashadi. Shuningdek, pilotlar ham va muhandislarni o'zi ham poyga tugagandan keyin o'z ishiga qarab ball olishadi. Formula 1 bu dunyodagi eng tez 20 ta mashina va 20 ta pilot ishtirok etadigan musobaqa. Har bir mashinaning va pilotning ortida uning jamoasi turadi. Jami 10 ta jamoa bo'lsa, har birida 2 nafardan pilot bo'ladi. Masalan, bitta jamoaning 2 nafar pilotidan qaysi biri yaxshiroq natijani ko'rsatsa, o'sha pilotning natijasi umumiy jamoa foydasiga hisobga olinadi. Va siz aytgancha Grand Prix degan narsa haqida eshitgansiz, to'g'rimi? Grand Prix bu Formula 1 ning bitta poygalardan birini nomlanishi. Yil davomida bunaqa poygalardan 20 tadan 24 tagacha o'tkaziladi. Har biri turli davlatlarda o'tkazilishi mumkin. Masalan, Monako, Yaponiya, Ozarbayjon va hokazo. Ushbu poyga qanday tuzilgan degan savol beradigan bo'lsangiz, poyga boshlanishidan oldin kvalifikatsiya degan qisqa zayest bo'ladi. U orqali kim birinchi, kim oxirgi startdan chiqishini bilib olishadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, hamma mashinalar yonma-yon turmaydi, ketma-ket turgan bo'ladi poyga boshlanishida. Shundan keyin asosiy poyga boshlanadi. Odatda u yerda 50 tadan 70 tagacha aylanma, ya'ni krug bo'ladi. Qisqa balonda qilib aytganda, kim birinchi bo'lib finish chizig'ini vaqt bo'yicha birinchi bo'lib o'tsa, o'sha pilot va uning jamoasi g'olib deb hisoblanadi. Lekin bu yerda asosiy narsa ochkolarda, ya'ni ballarda. Sezonning oxirida qaysi jamoa eng ko'p ochko yig'gan bo'lsa, o'sha jamoa jahon chempioni bo'ladi. Ochkolar qanday beriladi? Birinchi o'rin uchun 25 ochko, ikkinchi o'rin uchun 18 ochko. Xullas, mana jadvalni ko'rib turibsiz. Formula 1 poygalariga tegishli bo'lgan yana bitta juda ham muhim narsa bor. Bu pit stop. Pit stop nimaligini tushuntirib beraman hozir. Pit stop bu poyga vaqtida pilot maxsus boksga, ya'ni pit stopga kirishi mumkin bo'lgan joy. U yerda pilotning jamoasi atigi 2-3 soniya ichida g'ildiraklarni almashtiradi. Ba'zan mashinani ham tuzatishadi. Pilot to'xtagan paytda poygani o'zi to'xtamaydi. Boshqa ishtirokchilar yurishni davom etaveradi. Haydovchi pit stopning natijasida shunchaki biroz vaqtni yo'qotadi, lekin u vaqt ham juda ham muhim. Pit stopga kirish o'zi shartmi deb so'rashingiz mumkin mana shunaqa holatda. Albatta shart. Barcha poyga jarayonida har bir pilot bir yoki 2 marta pit stopga kirib, pokrishkalarni, ya'ni ballonlarni almashtiradi va almashtirishi kerak. Chunki bunaqa tezlikda rezinaga bo'lgan bosim va ishqalanish juda ham yuqori bo'ladi. Bu esa Formula 1 bolidlari pokrishkalarning tez yemirilishining birinchi sababi. Ya'ni yetilib ketadi shunchaki. Qolgan sabablarni esa Timur biroz keyinroq aytib beradi sizlarga. Endi poyganing mukofotlariga keladigan bo'lsak, bitta poygada shu g'olib bo'lgan jamoa uchun to'g'ridan to'g'ri pul berilmaydi. Lekin mavsum oxirida jamoa to'plagan ochkolariga qarab 60 million dollardan boshlab 140 million dollargacha pul mukofotini olishadi. Masalan, 2024-yil mavsumining mukofotlar ro'yxati mana bunday bo'lgan. Birinchi o'rinda McLaren 140 million qo'lga kiritishgan, ikkinchi o'rinda Ferrari 131 million, Red Bull Racing 122 million va hokazo. Va mana shu pullarning anchasi bolidlarni yasashga yoki rivojlantirishga ketadi desak ham bo'ladi. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Formula 1 poygalari o'zi nima uchun o'tkaziladi? Kelinglar shu savolga javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Bu sport nafaqat musobaqa, balki ilmiy va texnologiyaviy tajriba maydoni deb ham hisoblanadi. Qisqacha qilib aytganda, Formula 1 ning maqsadi quyidagilardan iborat. Birinchisi bu eng tez va samarali bolidlarni yaratish. Har bir jamoa, masalan Mercedes, Ferrari va McLaren injenerlik va innovatsiya bo'yicha bir-biri bilan ushbu poygada raqobat qiladi. Formula 1 bolidlarining injeneriyasiga esa aerodinamikadan tortib dvigatelni sovutish tizimigacha kirib ketadi. Bu esa avtosanoatda yangi yechimlarni sinovdan o'tkazish imkonini beradi. Innovatsion va tez bolidlarni yaratish jarayonida kashf etilgan yangi texnologiyalar albatta birinchi bo'lib Formula 1 bolidlarida qo'llaniladi va ishlatiladi. Lekin keyinchalik ushbu ishlanmalar biz minib yurgan avtomobillarga ham kirib keladi. Masalan, tormoz tizimidagi ABS texnologiyasi. Ushbu texnologiya birinchi bor Formula 1 bolidlarida qo'llanilgan, ammo hozir bu tizim istalgan avtomobillarda bor. Shuning uchun Formula 1 musobaqalari bu oddiy poyga emas. Bu milliy nufuz, ilmiy salohiyat va brend kuchini namoyish qilish arenasi. Masalan, Italiya Ferrari bilan faxrlansa, Germaniya Mercedes bilan, Avstriya esa Red Bull bilan g'ururlanadi. Ikkinchisi, Formula 1 pilotlari bu shunchaki haydovchilar emas. Bular sportchi, muhandis va strateg ham. Ular har soniyada 300 km/soat tezlikda ketayotgan holda qaror
qabul qilishlari kerak va bitta kichik noto'g'ri qaror ularni bu dunyodan ko'z yumishiga sabab bo'lishi mumkin. Burilishlardagi G kuchlari ularning bo'yniga 40 kilogrammgacha bosim kuchini berishi mumkin. Lekin ular shunda ham boshqaruvni yo'qotmaydi. Har bir burilish, har bir tormoz bosish matematik aniqlikda bajariladi. Formula 1 pilotlari uchun bu faqat poyga emas, balki o'z tanasini va aqlini chegarasini sinash hamdir. Uchinchisi, Formula 1 iqtisod va fan uchun juda ham katta turtki deb hisoblanadi. Chunki Formula 1 orqali milliardlab dollarlar aylanadi. Har bir musobaqa o'tkazilgan shaharda turizm, mehmonxona, transport va xizmat sohalari jonlanadi. Masalan, Ozarbayjonda o'tkazilgan Formula 1 Grand Prix tufayli aynan ana shu poygani ko'raman deb kelgan turistlarning soni taxminan 13 mingtaga yetibdi. 2024-yilga qaraganda 2025-yilda o'tkazilgan Formula 1 Grand Prix tufayli Ozarbayjonga kelgan turistlarning soni bir yilda 87% ga oshgan ekan. Shuningdek, bolidlarda ishlatiladigan materiallar karbon, titan, maxsus yoqilg'ilar keyinchalik aerokosmik va tibbiy sohalarda ham ishlatiladi. Ya'ni Formula 1 bu nafaqat sport, balki fan va sanoatni ilgari surish uchun ham katta motor. Formula 1 bu kelajakni sinash maydoni deb ham hisoblanadi. Nega unaqa? Chunki bugungi kunda Formula 1 bolidlari gibrid dvigatellar bilan jihozlangan. Ular bir vaqtning o'zida benzin va elektr energiyasidan foydalanadi. Xuddi hozirgi bizning shahrimizda yurgan mashinalar kabi. Bu texnologiya ham bizni mana shu hozirgi kundalik hayotimizga qayerdan kelgan deb o'ylaysiz? Albatta, Formula 1 bolidlardan bu bizga yetib kelgan va 2030-yilgacha esa Formula 1ni nol emissiyali, ya'ni ekologik toza sportga aylantirish rejalashtirilgan. Ya'ni bu sport nafaqat tezlik, balki kelajak texnologiyalarni sinovdan o'tkazish platformasi ham deb hisoblasak bo'ladi. Formula 1 bu shunchaki kim tezroqligi haqida emas. Bu injenerlar orasidagi musobaqa, inson mahorati, ilm-fan yutuqlari va texnologiyaning kelajagi uyg'unlashgan sahna desak bo'ladi. Formula 1ni kuzatganingizda shunchaki bir poyga o'tayotgandek tuyuladi. Rulni kim tezroq aylantiradi va gazni bosishi haqidagi poyga. Ammo aslida bu fanning mohiyati hisoblanadi. U yerda mashinaning har bir millimetrida fizika, aerodinamika, matematika va sarflangan asablar yillari yashiringan. Masalan, poygachi 300 km/s tezlikda burilishga kirganda unga 5G ortiqcha yuk ta'sir qiladi. Bu uning boshini filning boshi kabi og'ir qilib qo'yadi. Agar u ko'z yumsa, shu vaqt ichida bolid 20 metr masofani bosib o'tadi. Formula 1 bu hisob-kitob poygasi. Boliddan har soniyada yuzlab megabayt ma'lumotlar o'tadi. Shinalar harorati, bosim, aerodinamika va hokazo. Muhandislar hamma narsani real vaqt rejimida tahlil qilib turishadi. U yerda shunchaki tez yurish emas, tez fikrlash muhim. Qiziq narsa shundaki, ilgari faqat Formula 1 da qo'llanilgan texnologiyalar endi noutbuklarimizga kirib kelmoqda. Masalan, mana bu Asus ProArt P16. Uning ichida 12 yadroli Ryzen AI 9 HX370 va noutbuklar uchun RTX 5070 videokartasi o'rnatilgan. Faqat prosessorning o'zi esa 1 soniyada 80 trillion operatsiyani bajarishga qodir. Xuddi bolid bortidagi kompyuter kabi, lekin sizning kontentingiz uchun. Ekran OLED 4K Pantone sertifikatiga ega, 100% DCI P3. Oddiy notebook pit stopda qizib ketadigan joyda ProArt P16 suyuq metalli sovutish tizimi va 3 ta ventilyator yordamida tezlikni saqlab qoladi. Ichidagi sun'iy intellekt ham shunchaki ko'rinish uchun emas, StoryCube va Muse 3 ilovalari kontentni o'zi saralaydi va yaratadi. My Asus orqali esa tizimni nazorat qilish, driverlarni yangilash va Perfect Warranty kengaytirilgan kafolatni faollashtirish mumkin. Xullas, ProArt P16 bu ijod olamidagi shaxsiy bolidingiz. Cheksiz tezlik, cheksiz aniqlik, cheksiz ijodkorlik. Shu sababli Formula 1 har yili milliardlab tomoshabinlarni jalb qiladi. Chunki har bir musobaqa bu inson va texnologiyaning chegarasiz imkoniyatini namoyish qilish maydoni. Ushbu poygalar millionlab kuzatuvchilarni o'z atrofida yig'gandan keyin, albatta u yerga kompaniyalar o'z brendini reklama qildirish uchun katta pul tikishadi. Biz boya bilib oldikki, katta kompaniyalar uchun o'z imijini kuchaytirish va saqlab qolish uchun eng nufuzli liga bu Formula 1
1 reklama maydoni. Batafsilroq qilib tushuntirib beradigan bo'lsak, Formula 1 ni har yili 2 milliarddan ortiq odam televizor, YouTube va streaming orqali tomosha qiladi. Shuning uchun yirik brendlar Rolex, Mercedes, Red Bull, Aramco, Lenovo va boshqalar o'z logotiplarini mashinalar, kiyimlar va treklarda ko'rsatish uchun ulkan pul to'lashadi. Masalan, o'z brendingizni Formula 1 bolidining yon qismida, ustki qismida, qanotida yoki pilotning kiyimlarida joylashtirmoqchi bo'lsangiz, uning narxi 10 milliondan 30 million dollargacha boradi bir yiliga. Sizga o'xshagan o'nlab brendlar bilan sponsorlik shartnomasini amalga oshirishsa ular, bu summa 500 million dollargacha yetib boradi bir yilda. Shuning uchun har bir jamoa mana shu sponsorlikdan juda ham katta pul olishadi o'ziga. Masalan, Red Bull Racing yoki Ferrari'ning mana shu yillik sponsorlik shartnomalari 500 dan 700 million dollargacha boradi. Bu mablag'larni boya aytganimdek kompaniyalar logotipi va nomini reklama qilish uchun jamoalarga sarflashadi. Xullas, mana shu Grand Prixlarning davlatlarga bo'lgan iqtisodiy ta'siri haqida gaplashib bo'ldik. Endi media huquqlar va kontentni sotish haqida aytib beray. Formula 1 musobaqalarining televideniya va onlayn translyatsiya huquqlari yuzlab mamlakatlarga sotiladi. Buning o'zi yiliga 1 milliard dollardan ortiq daromad keltiradi ularga. Masalan, F1 TV yoki ESPN, Sky Sports kabi kanallar Formula 1 ni efirga berish uchun katta pul to'lashadi. Qisqasi, Formula 1 bu sport plus texnologiya, plus reklama, plus turizm, plus media biznes. Har bir sohada katta pul aylanadi va ularning yig'indisi milliardlab dollarga yetib boradi. Boylarning sporti xullas. Endi kelinglar Formula 1 bolidi qanday tuzilganligi haqida gaplashamiz. Formula 1 bolidi bu oddiy gonka mashinasi emas, balki eng yuqori aniqlikdagi muhandislik asari. U tezlik, boshqaruv va xavfsizlikni maksimal darajada ta'minlash uchun yaratilgan. Quyida bolidning asosiy qismlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi asosiy narsasi bu monokok. Mana men hozir o'shaning ichida o'tiribman. Bu bolidning skeleti, ya'ni uning asosiy karkasi. Pilot aynan o'sha yerda o'tiradi. U karbon, ya'ni uglerod tolasi materialdan ishlab chiqariladi. Bu esa juda yengil va juda mustahkam material deb hisoblanadi. Monokokning o'rtancha og'irligi taxminan 50 kg atrofida, lekin bu narsa juda ham katta zarbalarga chidamli. Ichida pilot o'rindig'i, rul boshqaruvi, pedallar, yonilg'i baki va halo. Mana bu narsa o'rnatilgan bo'ladi. Monokok va halo avariya vaqtida pilotni himoya qilish vazifasini bajaradi. Hattoki bolid chappa bo'lib ketgan paytida ham mana bu halo pilotni hayotini saqlab qoladi. Ikkinchisi bu dvigatel. Hozirgi Formula 1 bolidlarida 1.6 litrli V6 turbo gibrid dvigatellari o'rnatiladi. Bu oddiy dvigatel emas, u bir nechta qismlardan iborat bo'lgan butun bir kuch agregati. Batafsilroq qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, Formula 1 bolidining dvigateli quyidagilardan iborat. Birinchisi bu DVS, Internal Combustion Engine, benzinli turbo dvigatel, taxminan 750 ta ot kuchiga ega. Ikkinchisi bu MGUH tizimi. Bu yerda chiqindi gazlar maxsus turbinani aylantiradi va ushbu turbina aylanish natijasida elektr energiya ishlab chiqaradi va ushbu ishlab chiqarilgan energiya keyin dvigatellarni aylantirishga ko'maklashadi. Shuning natijasida dvigatelga yana qo'shimcha ot kuchlari qo'shiladi. Uchinchisi bu MGUK, ya'ni rekuperatsiya tizimi. Pilot tormoz berayotgan paytida kelib chiqayotgan kinetik energiyani qayta ishlash tizimi. Bu tizim bolidga qo'shimcha 160 ta ot kuchini beradi. To'rtinchisi bu batareya, ya'ni energy store. To'plangan energiyani o'zida saqlab, kerakli paytida dvigatelga chiqarib beradi. Va beshinchisi bu boshqaruv elektronikasi, ya'ni control electronics. Butun gibridlik tizim bo'yicha ishlaydigan dvigatelni boshqaradi. Umumiy hisobda bolidning quvvati 1000 ta ot kuchiga teng va 0 dan 100 gacha taxminan 2.6 soniyada chiqadi. Ko'rganmisizlar, avtomobilni tumshug'ini tepaga ko'tarib otilib ketadi ba'zida. Bunaqa katta tezlikda bolidlar havoga ko'tarilib uchib ketmasligi uchun keyingi muhim bo'lgan narsa bu aerodinamika va korpus. Aerodinamikaning asosiy vazifasi bolidni yo'lga maksimal tarzda yopishtirish, ya'ni katta tezlikda ketayotgan bolidning g'ildiraklarini yo'l bilan qattiq yopishib turishni ta'minlash. Bu narsani ta'minlab turish uchun quyidagi narsalar xizmat qiladi. Oldingi qanot havo oqimini boshqaradi va oldingi g'ildiraklarning ustuvorligini ta'minlaydi. Keyin orqa qanot bor. U yerga yopishtirish kuchini hosil qiladi va DRS tizimi yordamida havo qarshiligini kamaytiradi. Bolidning ostki qismi va difuzor. Bu mashinaning tagidagi havo oqimini shunday boshqaradiki, gonka jarayonida bolid yo'lga yopishib turadi. Va yon panellar yoki pontonlar.
havoni radiatorlar tomon yo'naltiradi va dvigatelni sovutadi. Qadimgi bolidlar bilan solishtirganda zamonaviy aerodinamika shunday samaraliki, 250 km/soat tezlikda ketayotgan bolid o'z og'irligidan ko'proq bo'lgan bosim kuchini hosil qila oladi. 250-300 km/soatga ketayotgan bolid yo'lda stabil turishi uchun unga uning innovatsion podveskasi, ya'ni osma tizimi xizmat qiladi. Bolidning mana shu podveskasi esa bu juda murakkab tizim. U yuksak aniqlikdagi, yengil va oson moslashtiriladigan bo'lishi kerak. O'zi Formula 1 bolidlari ikki richakli, ya'ni double wishbone podveska tizimi bilan jihozlangan. Prujinalar va amortizatorlar bolid korpusining ichida joylashgan bo'ladi. Nega deysizmi? Chunki bu yechim bolidning aerodinamikasiga ijobiy tarzda yanada ko'proq yordam beradi. Endi dvigatel haqida. Formula 1 bolidning 1.6 litr hajmga ega turbo dvigateli 300 km/soat tezligini qo'llab-quvvatlab turishi uchun ularning dvigatellari 1 daqiqada 20 ming оборотgacha aylanadi. Buning natijasida dvigatel hamda turbinalar juda ham qattiq qizib ketadi. Oddiy avtomobillarda ko'rgan bo'lsangiz, oldingi qismda radiator panjarasi bo'lsa, bolidning oldi qismida unaqa narsasi yo'q. Unda qanaqasiga mana syu qafasi bo'lmasa, dvigatel sovutiladi deb so'rashingiz mumkin. Mana ham narsa deb. Bolidlarda havo pilot boshi ortidagi havo teshigi orqali hamda yon radiatorlar orqali sovutiladi. Radiator esa shu jumlada issiqlikni tarqatib yuborish funksiyasini bajaradi. Nega havo aynan boshni orqasida va yon teshiklar orqali sovutiladi deb so'rashingiz mumkin. Chunki bu narsa bolidning aerodinamikasiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun qilingan. Yonilg'i baki esa pilotni ortida monokok ichida joylashgan bo'ladi. U 110 kilogrammgacha yonilg'ini sig'dira oladi va o'zi mana shu bolidlarda foydalanadigan benzin oddiy benzinga yaqin bo'lsa-da, juda toza va yuqori oktanli bo'ladi. Endi eng qiziq joyga yaqinlashyapmiz, ya'ni bolidlarning ruliga. Bolidlarda o'rnatilgan rul bu shunchaki oddiy rul emas, balki mini kompyuter desak bo'ladi. Ushbu rulda 20 tadan 25 tagacha tugma va aylantirgichlar o'rnatilgan bo'ladi. Har bir tugma bolidning ma'lum bir tizimini boshqaradi. Asosiy funksiyalarga keladigan bo'lsak, rul ortidagi 2 nafar lepestoklar orqali pilot uzatmalarni yuqoriga yoki pastga almashtirishi mumkin. O'ng lepestok uzatmani yuqoriga o'tkazadi, chap lepestok uzatmani pastga tushiradi. Va mana shu bolidlarning uzatmalar qutisi avtomat bo'lmaydi. Shuning uchun uzatmalarning almashinishi juda ham tez amalga oshirilishi kerak. Ya'ni bu jarayon 0.02 soniyadan ham kam vaqt oladi. Undan tashqari bolidlarning rulida DRS tugmasi o'rnatilgan bo'ladi. Bu havo qarshiligini kamaytirish tizimini yoqadigan tugma bo'lib, shu orqali pilot katta tezlikda ketayotgan bolidga qarama-qarshi tarafdan uchraydigan havo qarshiligini kamaytiradi va shuning natijasida bolid to'g'ri chiziqda tezroq yuradi va taxminan plus 15-20 km/soat qo'shadi o'ziga. Undan tashqari bu yerda tugmalar shunaqa ko'pki, ba'zi pilotlar o'zi ham ular nimaga javob berishini bilishmaydi. Ularga injenerlar, ya'ni muhandislar o'zi nastroyka qilib qo'yadi hammasini va shundan keyin pilotlar faqatgina o'ziga kerak joylarni teyishadi, qolgan joylarni teyishmaydi. Va aytgancha, mana shu muhandislar bilan pilot doimiy ravishda poyga paytda gaplashib turishi kerak. Bu narsa uchun rulda maxsus radio tugmasi o'rnatilgan. Radio tugmasini bosganda u pit wall bilan bog'lanib, masalan, tormoz qizib ketyapti yoki shinalarni almashtirish kerak degan xabarlarni aytadi ularga. Keyingi tugma esa bu brake balance, ya'ni tormoz balansi. Bu tugma orqali pilot tormoz kuchining taqsimotini o'zgartirishi mumkin. Masalan, oldingi g'ildiraklarni ko'proq tormoz berishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Natijada bolid agressiv tarzda to'xtaydi yoki-da orqa g'ildiraklarga ko'proq tormoz berdirishi mumkin. Buning natijasida esa bolidning burilishga kirishi barqarorroq bo'ladi. Pilot har aylanishda mana shu tizimni o'zgartirishi mumkin va bu poyga jarayonida katta ustunlikni berib qolishi mumkin. Keyingi tugma bu engine mode. Bu tugma dvigatelning ish rejimini o'zgartirish uchun mo'ljallangan. U orqali pilot dvigateldan maksimal quvvatni chiqarib olishi mumkin yoki yonilg'ini tejash rejimiga o'tkazib qo'yish mumkin. Va eng oxirgisi bu himoya rejimi, safety car deyiladi. Ba'zan pilotlarga radiodan start mode 6 yoki engine mode 3 deb qolishligi mumkin. Injenerlar bolidning holatini o'z joyidan kuzatib turishadi va agarda masalan dvigatel charchab qolgan bo'lsa, shu rejimni o'zgartir deb aytishi mumkin. Va u mana shu tugmalar orqali amalga oshiriladi. Rulda yana bitta juda ham muhim narsa bor. Bu display. Rul o'rtasidagi ekranda quyidagi ma'lumotlar chiqadi. Tezlik, uzatma, aylanishlar, shinalar harorati
yonilg'i sarfi, energiya zaxirasi va hatto pit-stopgacha bo'lgan masofa. Shuningdek, rulning yuqori qismidagi LED chiroqlar taxometr vazifasini bajaradi. Ular yordamida pilot uzatmani qaysi paytda keyingisiga o'tkazish kerakligini bilib oladi. Rulning jismoniy tuzilishiga keladigan bo'lsak, materiali karbon tolasidan qilingan bo'ladi. Shuning uchun natijada u juda ham yengil va qattiq bo'ladi. Og'irligi taxminan 1,5 kilogramm bo'ladi xolos. Nega Formula 1 bolidini oddiy odam haydolmaydi? Chunki birinchi navbatda Formula 1 pilotining reaksiyasi oddiy odamnikiga qaraganda 3 barobarga tezroq bo'ladi. Bunaqa tez reflekslar esa kelib chiqishi mumkin bo'lgan avariya holatlaridan qochish uchun xizmat qiladi. Bolidning tormoz pedalini to'liq bosish uchun bilasizmi qancha kuch kerak ekan? 150 kilogramm kuch kerak bo'ladi. Formula 1 pilotlari burilishga kirayotgan paytlarida o'z badanida taxminan 5G bosim kuchini sezishadi. Bu esa pilotning vaznini 5 martaga ko'paytiradi degani. Masalan, pilotning boshi 6 kilogramm bo'lsa, shlemning vaznini taxminan 1,5 kilogramm deb olaylik. Birgalikda 7 yoki 8 kilogramm bo'lib ketyapti. Agar burilishda 5G kuch ta'sir qilsa, bo'yinga qariyb 40 kilogramm bosim tushadi. Aynan shuning uchun ham Formula 1 pilotlari doimiy ravishda bo'yin mashqlarini qilishadi. Jismonan tayyor emas odam o'z badanida 5G bosim kuchini sezsa yoki kechirsa, u odam hushidan ham ketib qolishi mumkin. Shuning uchun Formula 1 poygalari va sporti bu sizlar uchun o'yinchoq emas, do'stlar. Hech e'tibor berib va qiziqib ko'rganmisiz? Nega Formula 1 bolidlarining shinalarida protektorlari yo'q? Protektorlar o'zi nima uchun kerak? Masalan, oddiy mashinalarda protektorlar suvni chiqarish va g'ildiraklarning yo'l bilan yopishishini saqlash uchun kerak. Ya'ni, yomg'ir yoqqanda shinadagi bo'shliqlar orqali suv o'z yo'lini topib chiqib ketadi. Shunda mashina suvning ustidan o'tayotganda toyib ketmaydi. Lekin Formula 1 bolidlarida nima uchun protektorlar yo'q? Formula 1 da quruq trekda maksimal yopishish, ya'ni stsipleniya juda ham muhim. Protektorlar bo'lsa, mana shu yopishishni kamaytiradi. Shuning uchun quruq ob-havoda slick deb ataladigan silliq shinalar ishlatiladi. Ular asfalt bilan to'liq kontaktda bo'ladi va maksimal stipleniyani ta'minlab beradi. Okey, nima? Yomg'ir bo'lib qolsa-chi, nima qilishadi unda? Yomg'ir paytida 2022-yilgacha ko'k protektorli shinalar ishlatilgan. Lekin 2023-yildan boshlab reglamentlar o'zgargan, chunki bolidlarning o'zi og'irroq bo'lishni boshlagan. Shuning uchun natijada protektorli shinalar yerga yaxshilab yopishib olishi uchun yetarlicha haroratga chiqa olmagan. Har safar ko'k shinalar taqilganda bolidlar yo'lni ushlay olmay toyib ketavergan. Shuning uchun bundan buyon Formula 1 poygalari paytida qattiq yomg'ir yog'ishi holati kuzatilsa, yomg'ir uchun mo'ljallangan shinalar taqilmaydi. Balki trassani ko'rish imkoniyati cheklanib qolganligi uchun ushbu poygalar qizil bayroq chiqarish orqali vaqtincha to'xtatiladi. Ya'ni qattiq yomg'ir yog'ib ketdimi, bo'ldi, ishtimi ko'rinmaydi, juda ham xavfli bo'lib ketadi hamma narsa va yig'ishtiringlar, bo'ldi, keyin safar o'tkazamiz deb ketadi hamma. Agar nazaringiz tushgan bo'lsa, bolidlarga o'rnatiladigan shinalar maxsus bir g'iloflarda olib kelinadi. Nega shunday? Hammamiz bilamiz, poyga boshlanishidan oldin barcha pilotlar o'z bolidlarining shinalarini qizdirib olishi uchun bitta aylanma qilib kelishadi. Chunki fizika qonunlariga ko'ra, shina qizigan bo'lsa, yo'lga maksimal tarzda yopishadi. Sovuq bo'lsa esa buksavat qilib qolishi mumkin. Masalan, pit-stopga kelgan bolidning qizdiruv aylanmasi uchun vaqti yo'q-ku, unda nima qilishadi? Aynan ana shu paytda o'sha g'iloflar yordam beradi. Gap shundaki, u g'iloflar shunchaki oddiy g'iloflar emas, balki ular g'ildiraklarni qizdirib turadi va bolidga taqilgan paytidan boshlab birdaniga agressiv poygaga tayyor bo'ladi. Nega bolidlar ostida maxsus taxtali fanerlar o'rnatiladi? Gap shundaki, bu taxta parchasi bolidning klirensini nazorat qilib turadi. Bolidning klirensi haddan ziyod past bo'lib ketmasligi kerak, chunki tarixda bu narsa ko'p avariya holatlariga olib kelgan. Poyga tugagandan keyin ushbu taxta tekshiriladi va agarda u keragidan ziyod yemirilib ketgan bo'lsa, ushbu pilot diskvalifikatsiya bo'ladi. Agarda poyga jarayonidan bolidlarning ostidan nega iskra chiqadi degan savolni bergan bo'lsangiz, to endi javobini bilasiz. Xullas, biz aytib bergan narsalardan biz xulosa qilishimiz mumkinki, Formula 1 bu nafaqat sport va biznes, bu laboratoriya. Ya'ni mana shu $1 million soha o'zi uchun qanaqadir texnologiyalarni ishlab chiqarsa ham, bu texnologiyalar keyin bizga foyda bo'lib, bizning avtomobillarimiz uchun kiritiladi. Va bu degani yaxshi ham mana shunaqa $1 million har xil sohalar bor va ular deb bizga har xil sohalar bo'yicha
plyuslari yetib keladi. Formula 1 sohasi bo'yicha biz yoritgan barcha mavzular sizga qiziq bo'ldi deb umid qilamiz. Lekin agarda bironta qanaqadir bir jihatlarini biz yoritmasdan ketgan bo'lsak, ularni albatta izohlarda yozib qoldirib keting. Biz ularni barchasini o'rganib, Sa'dulla bilan birgalikda mani kanalimda ushbu roligimizni sequelini chiqaramiz. Sizni fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim, chunki ko'rib turganingizdek bu eksperimental formatdagi video. Shunga chetda qolmanglar, bizga bildiringlar, yoqdimi, yoqmadimi, baho beringlar. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage yo'q, pilotimiz. Tak. Backstage yo'q. Хватит, может? До самого конца поставишь его.